yo'nalishlarimiz bo'yicha bugun birinchi reysimiz. Hozir yo'lovchilardan taassurotlarni so'raymiz. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Qayerga ketyapsiz? Astana shahriga olmaydi. Biletlar narxi qancha bo'lyapti? Bilet narxlari Ispaniya salon 500 ming so'mdan bo'lyapti. 500 ming. O'zi biletni qayerdan oldingiz? Shu avtovokzaldan kelib, hisob raqam bilmaslik kelib. Ishonchlimikan boshqalarga ham tavsiya qilasiz? Qonuniyat. Ishonchli, hammasi yaxshi. Deyapmiz, sharoitlar hamma tomondan bemalol. Yo'lda Ispaniya hamma sharoitlari yaxshi. Oldin ham avtobuslardan foydalanganmisiz? Ha, avtobuslardan foydalanganmiz. Mana bunaqangi sharoitda, mana bunaqa yotib ketish bo'lmagan, to'g'ri? Hozircha bemalol mana stop qilyapmiz. Xayrlashing. Rahmat. Mayli, sizga undoq yo'l tilaymiz. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz bilan qoling, like va podpiska bo'lishni unutmang.